Salom do'stlar, hammaga salom. Aziz obunachilar, bugun sizlar bilan videoni boshida sahifasida ko'rgan bo'lsalaring, Instagramga sifatli va toza, yaxshi prosmotr yig'adigan video joylashni o'rgataman degandim. Va mana men sizlarga boshladim va birinchi qiladigan ishimiz Instagram ilovasini ochib olamiz. Va bu yerdan hozir men chiqib ketishim kerak. Hozir 5 minut kutib turinglar. Va men chiqib ketdim. Va bu yerda birinchi qiladigan ishimiz mana meni 1200 axlatim bor va 702 ta obunachim bor. Xo'p, 23 ta postdan tepada menyuni bosamiz va Instagram nastroykasiga kirib olib, pastroqqa tushib, Ingistis degan joyga kirib olamiz. Bu yerdan pastroqqa tushib, xo'p, Trail Reels degan joyga kirib olamiz. Va bu yerdan o'rtadagi Create New Trail Reel degan joyga bosib olamiz. O'rtadagi ko'k. Xo'p, bu yerda biz o'zimizga kerakli videoni tanlab olamiz. Mana tanlab oldik va next tugmasini bosamiz. Bizga eng kerakli narsa bu hashtag. Hashtag juda ham kerakli. Hashtag yozib olamiz va bu yerda bizga menyu beradi. Menyuda eng ko'pini tanlashimiz kerak va birinchisida menga 250 va 060 bu degan juda ham ko'p odamlar buni qo'ygan va birinchisini men tanlab olib va buni qo'yaman. Ancha-muncha ko'p insonlar Instagramga hashtagiga shuni qo'ygan. Xo'p, buni qo'yganimizdan keyin pastroqqa tushamiz va pastroqqa tushganimizdan keyin Your Story degan joyga kiramiz. More isteni. Va pastroqqa tushib va bizlar shu mana Dronito degan joyni yoqamiz va o'chirib yoqyapman. Mana o'sha joyni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Teparoqqa chiqib soat degan joyni Doni qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni Doni tugmasini bosamiz va u ham yonishni boshlaydi va yongandan keyin biz asta bu yerdan chiqib ketsak ham bo'laveradi. Bu yerdan butunlay chiqib ketadi, lekin hashtaglar hech narsangiz o'chmaydi va yana next tugmasini bosib crossib va sesni, ya'ni ko'k pastda ko'k menyuni bosamiz. Buni bosganimizdan keyin videomiz avtomatik rejimda yuklanadi va asta-sekinlik bilan chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Va chiqib ketganlaringdan so'ng mana video o'zi joylandi va kiramiz akkauntga. Bu yerdan chiqib ketamiz. Va o'zi mana bitta prosmotr yig'di. Ko'ryapsizlarmi? Damas videosini yuklagandim. O'zi birdaniga bitta prosmotr. Juda ham yaxshi degani bu. Shunaqa foydali videolarni o'tkazganim uchun kanalga obuna bo'ling.